Okajon qimmat emas. 3 ta qurilgan edi, bitta mana mashinasi qoldi, ikkitasi sotildi. Nazarbek Granddan shundoq kirganda Natars ko'cha deyiladi bu atrofda. Mana shu uchastkamizda sotiladi. Podключ, hop 2 sotuvga qurilgan 6 ta xonasi bor. Okajon like bosishiga arziydi. Mana har bittasini $70 dan qo'ydirgan ekanlar. Lekin uyi narxi qimmat emas. 2 urindan iborat bo'ladi. Undan tashqari podval ham bor. 6 xona, 4 ta sanuzor. Xonalarini razmeri mana bunaqa mayda-chuda qilib yuborilmagan, katta-katta qilib qilingan, 2 sotuvga qurilgan. Spannilarida-chi svetlar bilan zo'r ishlashdi lekin qaranglar. Xonani spannini yorug'ligi mana shunaqa bo'lsa zo'r-da. O'zini sanuzellari bor, obязательно 4 ta sanuzel. Hop, orqa hovlisini ham mashitda turib gapirib o'tib ketmoqchiman. Sababi bemalol choy ichib o'tirsa bo'ladigan kattaroq joy qoldirilgan ekan orqa hovliga ham. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyalar muammo yo'q. Infratuzilmalari, Grand to'yxona, 2 ta masjid, 2 ta bog'cha, 2 ta maktab, do'konlar, yashash uchun hamma narsa bor. Bu videoni Nazarbekning atrofidan yaxshiroq narxga, yaxshiroq joydan uchastka sotib olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 148 mingga bitta dona qolgani uchun berib yuboraman deyaptilar. Sizning nomingizdan keladiganlarga skidka bor dedilar.